Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz mezolit davri va uning yodgorliklari va uning o'rganishi. Rejamiz bo'yicha bugun 3 ta savol ko'rib chiqamiz. Rejamizda mezolit davri va uning xususiyatlari, ikkinchisi mezolit davrining o'rganish tarixi va mezolit davri yodgorliklari. Xo'sh, endi bugungi ko'rib chiqiladigan masalamiz mezolit davri muzlik davrini tugashi bilan xarakterlanadi. Chunki bu davrda muzlik davri tugagan va muzlik davrining tugashi o'z bilan iqlimni o'zgarishi va iqlimni o'zgarishi hayvonot dunyosini ham ko'plab o'zgarishiga olib keladi. Oldingi paleolit davrda yashagan yirik hayvonlar qirilib ketadi. Bu hayvonlarni o'rniga mayda va tez chopar hayvonlar, ya'ni tez chopar hayvonlar qoladi va bu natijada oldingidek yirik, juda ham beso'naqay hayvonlarni ovlash oson edi. Endi esa insoniyat uchun bu juda ham mushkul bo'ldi. Buning natijasida mezolit davrda o'sha davrda eng katta yutug'i va mo'jizasi sifatida o'q yoy kashf qilindi va o'q yoyni kashf qilinishi bilan xarakterlanadi. Eng katta yutug'i. Mezolit so'zi yunoncha so'z bo'lib, mezos o'rta va litos tosh so'zlaridan kelib chiqqan. Yevropada mezolit davri muzlik davrining chekinishi, lekin ko'proq mana shu hozirgi kunda g'arb davlatlarida paleolit davridan keyin epipaleolit degan tushunchani ham qo'llashib keladi. Biz esa o'sha mezolit terminida ko'proq ishlatamiz va mezolit davri albatta butun dunyoda, umuman yer sharida har xil kechgan. Masalan, muzlikni chekinishi ibtidoiy odamlar, misol uchun Shimoliy Yevropa, Shotlandiya, Boltiq bo'yi davlatlari hududiga ham mezolit davri sekin asta kirib bordi. Mezolit davrining davriy chegarasi miloddan avvalgi 12 va 7 mingyilliklar bilan chegaralanadi. O'rta Osiyoda miloddan avvalgi 11 mingyilliklardan 6 mingyilliklargacha o'sha shu davrda ham, ya'ni qo'llash hozirgi kunda ko'plab olimlar tomonidan qo'llash tarafdorlari kelib chiqmoqda. Yaqin Sharqda mezolit davri miloddan avvalgi 15-mingyillikdan 12-mingyillikgacha, chunki Yaqin Sharqda ertaroq boshlangan. Yevropada esa miloddan avvalgi 8-4-mingyillikda, Janubiy Osiyoda 12-mingyillikdan 2-mingyilliklargacha davom etgan. Mezolit davri bosqichlari, mezolit davri ikki xil bosqich, ya'ni azil va terdaneos bosqichlarga bo'linadi. Azil davri o'ziga xos xususiyatlari shundan iboratki, azil davrining tosh qurollari asosiy xususiyatlaridan biri mikrolit qurollar. Mikrolit so'zi mikro kichik, litos tosh, ya'ni kichik tosh qurollar. Chunki nayzani uchlariga ulash uchun kichik tosh qurollar kerak edi. Bundan tashqari asosan o'q uchi vazifasini bajargan. Mikrolitlar turli geometrik shaklda. O'rtacha mikrolitlar 2 santimetrdan oshmagan, chunki uzoqqa uchish uchun kichik hajmdagi yengil qurollar kerak edi. Bular tayoq uchiga yorqin tikilib, mana shu kamon uchini hosil qilgan. Suyak, yog'ochlar ham o'tkir tig'li qilib ishlatilgan va ular ham qurol sifatida ishlatilgan. O'rta Osiyoda mezolit davri 3 bosqichga bo'linadi, ya'ni ilk mezolit, o'rta mezolit davri va so'nggi mezolit. İlk mezolit davrining davriy chegarasi 11-10 mingyilliklarni o'z ichiga olsa, qo'shilish madaniyati bilan xarakterlanadi. O'rta mezolit davri 9-8 mingyilliklarni o'z ichiga olib, obishir madaniyati bilan chegaralanadi. So'nggi mezolit bosqichi esa miloddan avvalgi 7-6 mingyilliklar bilan bo'lib, Machay madaniyatida o'z aksini topdi. İlk mezolit bosqichi mikrolit texnikasi endigina paydo bo'lib, geometrik shakl, har xil tosh qurollar. O'rta mezolitda geometrik shakldagi mikrolit qurollari yirik va qalinroq tiplari paydo bo'ldi, qayriq toshlar. So'nggi mezolitda esa mikrolit qurollarining ko'pchilik turlari maydalashdi, ya'ni qalamsimo qurollar. Keyin tosh bigizlar paydo bo'ldi. Endi mana mezolit davrini o'sha eng yirik o'sha
nima deydi, ixtirosi, eng mo'jizaviy ixtirosi o'qiyoy. Mezolit davrida insonlar sekin asta o'troq hayotga kechish elementlari, ya'ni chaylalarda yashay boshladi. G'or va ungurlardan tashqari. Mana ko'rib turganinglar, mezolit davri tosh qurollari nukleus, trapetsiysimon, segmentsimon, paraqat, suyak begizlar va hokazolar. Mezolit davrini o'rganish tarixi Farg'onada ilk bor mezolit davrini o'rgangan olimlar, sovet olimlari Mandelstam, Yusupov, Zadniprovskiy, keyin mustaqillik yillarida O'tkir Islomov davom ettirdi. Ustyurtda esa Bijanov, Yagodin, O'tkir Islomovlar ham o'rgandi. Albatta Farg'ona, Toshkent, Janubiy O'zbekistondan mezolit davriga oid yodgorliklar topildi. Qo'shilish makon Toshkentning g'arbida Bo'zsuv anhorining chap sohilida topilgan va u yerda nukleuslar, mayda paraqachalar, qirg'ichlar, uchburchak shakldagilar topildi. Qo'shilishda qurollar ancha qadimiy, arxaik xususiyatga ega bo'lgan, nisbatan qo'pol. Endi Obishir g'or makoni mana shu topilgan Obishir 1 va Obishir 5 makonlaridan topilgan qurollar datirovkasi miloddan avvalgi 9-8-mingilliklar. Obishir 5 g'or makonida 1 metrdan 200 metrgacha g'arbda joylashgan 4 ta madaniy qatlam aniqlandi va bu tosh qurollarni ishlatish texnikasi Obishir 1 ga o'xshab ketadi. Mana shu yerda to'xtatib turamiz darsimizni va mezolit davri madaniyatini keyingi darsimizda davom etamiz.